Do'stim, bugun nima ovqat yeymiz? Limonni siqib achchiq osh yeymiz. Unda yeymiz. Achchosh, to'yosh. Bismillah. Men bo'yin yeyman. Mana qarang. O'rtoqlar, mana Botir aka achchiq osh nima shunaqa bo'yin oshlarga qattimi bor. Bemalol keyirsanglar bo'ladi. Ustki kurulga ham zo'r joyda. Botir aka achchiq oshda ovqatlanmasa, siz gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda oshlar tashqari 20 xil ovqatligi bor. O'rtoqlar, Botir aka achchiq oshga bemalol ulfatlar bilan ham, oila bilan ham keyirsanglar bo'ladi. Hamma shart-sharoitlar mavjud. Mana shu videoni uchun ustki kurulga, choyxonaga yig'ilmayapti, yaqinga jo'natib qo'yamiz. Botir aka achchiq oshga bemalol keyirsanglar bo'ladi. Tayyor oshlar. Menga qaranglar, qachon yig'ilamiz? Hisoblaring bormi? Bo'yin nomerlaring lekin bor-ku. Manzil madaniyat numeradigan achchiq osh o'rtoqlar to'liq lokatsiya Telegram kanalida. Do'stim, sen bilan qachon Botir aka achchiq osh yeymiz?